Bugun kinoni 17-kuni, lekin men sizlarga kosmetikamni obzor qilib bermoqchiman. Chunki men grimimni o'zim qilaman, даже makiyajlarimni oxirgi paytda o'zim qilaman. Xo'p, birinchi yuzimni tayyorlab olish uchun любой SPF ishlataman. Mana shu Dabla или Abla вот shundan sepaman. Keyin tonalkalarda men aralashtiraman Estee Lauder bilan Peace tonalkasini aralashtiraman yoki B bilan qaysi biridir alishtiraman. Ну, настроениямga qarab bu. Xo'p, undan keyin tarti обязательно bu professionalniy bittada men bu sinyaklarni yopib beradi. И undan keyin ikki xil pudram bor. Bittasi mana bunaqa pisочный deyiladi, adashmasam, bittasi mana bunaqa рассыпчатый deyiladi. Buni tonalka qilmasdan SPF ustidan ham surib yuraman. Yuzinglarni idealni qilib beradi. A buni tonalkani ustidan qilaman. И keyin, конечно, hozir ko'rdim. Ehtiyot bo'l, sinadi deyishganda ishonmagandim.